Kubarsiga tegib boryapti to'p hujumchi tomon. Tegdimi De Jong? Yoki tegmadimi? Mana bu rakursda hop olib qochdi shekilli. Yana bitta ko'raylik. Olib qochganga ham o'xshadi. Yo'qqa ham o'xshayapti. VAR ko'rib chiqadi. Offside ekan. Oson qutuldi referi. Kontakt bor, yo'q deb o'tirmadi, shunchaki offside. Penalti yo'q, offside 3-2, 44-daqiqa, lekin Real qo'shdi. Madrid muxlislarini mana shu narsa xursand qilish kerak, garchi mana bu epizod xafa qilsa ham kimgadir sariq ko'rsatmoqchi hakam. Ancelotti indamay turibdi u lekin. Flikkami yo narigi tarafga kimgadir. Qaysidir yordamchisiga. Araujoga ekan, mana men deb qo'lini ko'taryapti. Araujoning oxirgi uchrashuvlardagi xatolaridan kelib chiqsak, hozir Barselona muxlislari juda xafa bo'lmagandir. Bosh offside. Bosh offside ekan. Qo'l bilan bir xil ku deyishingiz mumkin, qo'l inobatga olinmaydi. Araujo